Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun men Samarqand shaharidan ot anjomlar to'g'risida videomni boshladim. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarda ijtimoiy tarmoq, Telegram, WhatsApp bor. Ot anjomlari, otga kerakli bo'ladigan barcha anjomlar bor. Ko'rib turganingizdek, ayil pushtonlar, chilgi jahaldiriqlar, otning oyog'iga nagapkalar, zashitniklar, qamchinlar, chavandozlar ko'pchilik bizdan so'raydi, sifatli qamchinlarimiz. Mana hozir bu tomonda qashovlar, bitta otlik kampligimizni mana yig'ib qo'yganmiz. Qashovlarimiz bor. Otning bo'yniga galastiklarimiz mana qizil rangda va mustahkam, katta kichik razmerda bor. Mana bunisi kichkina razmerda. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, hozir otning ko'krak fartuglari. Mana shu ko'krak fartugimizni otni laqabini yozib beramiz. Narxi 350 ming so'm bo'ladi. Mana bunisi qizil rangda. Xo'p, mana bu yerda telpaklar, yopinchiqlar, otning ko'krak fartuglari, mana shunday laqablarni yozib beramiz. Kimga mana shunday ko'krak fartuklar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Otning ko'krak fartuglari mayda razmerda, katta razmerda, har xil razmerlari bor. Otning yopinchiqlari mana ichi adyolli, sintafonli, kigizli yopinchiqlarimiz har xil. Kallasi bilan yopadigan kampliklari ham bor. Mana hozir chilgi jahaldiriqlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda etik zashitniklari, plastmassali zashitniklar 250 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana bu tomonda esa otning kallasiga shapkalar. Bu shapkalarimiz kamplik 700 ming so'mdan boshlanadi. 1 million so'mgacha kamplik yopinchiqlarimiz bor. Otning ko'kragiga imildiriq. Imildirig'imiz narxi 180 ming. Har xil ranglari bor, mana ko'rib turganingizdek. Xohlagan emblemani qo'yib beramiz. Mana bu tomonda chavandozlar ko'pchilik bizdan so'raydigan paytova. Etikni ichidan kiyiladi paytova. Paytovalarimiz ham bor. Narxi 120 ming. Kumush, jugan, kumush kampliklar bor. Hozir u tomonda ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, kumush komplekt. Komplektimiz har xil variantlari bor. Hozir mana shu turishida 650 dollarigacha yig'ib berganmiz kumush komplekt. Originali mana shu bo'ladi. 5 ta narsasi bilan berganman 3 million 800 ming so'mdan. Mana shu turishi va egardan tashqari. Egarni olib qolamiz, qolgan mana bu 5 ta narsasi. Jugan, chilgi jahaldiriq, pushton, bo'yniga galastik bilan 3 million 800 mingdan berganman. Buni ustiga hozir agar 1 million 800 ming so'm chexollangan egarni qo'shadigan bo'lsak, mana shu narx chiqadi. Endi hozir egarimizni qo'shadigan bo'lsak, aziz obunachilar, 5 million 600 ming so'mga mana shu kompligimiz bityapti. Egar-pegari bilan. Agar egardan tashqari ko'pchilik aytadi, egardan tashqari olmoqchi bo'lsangiz 3 million 800 ming so'm bo'ladi. Va mana bu tomonda juganlar boshlanadi. Ujur mana bu tomonda juganlarimiz boshlanadi. Juganlar 650 ming so'mdan boshlab 100 dollargacha bor. Ko'rib turganingizdek, ranglari har xil ranglarda tayyorlab qo'yganmiz. Endi xo'p, bu tomonda mana egarlar. Mana bu kaskalarimiz telpak o'rnida o'tadi. Kaskalar 350 mingdan sotganmiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, chexollangan egar. Chexollangan egarlarimiz narxi 1 million 800 ming so'm. Sariq rangda egarimiz, universal ot egar. Mana bu qora varianti. Chexollangan egarimizni qora varianti, mana ko'rishingiz mumkin.
chopma egarimiz bor. Narxi 2,5 million so'm. Chopma egar. Butun daraxtdan tayyorlangan, hech qanday ulangan joyi yo'q. Bu egarlarimiz 21 ta qismdan terilgan. Yig'ma egar. Bunisi esa chopma egar. Narxi 2,5 million so'm. Chopma egar deyiladi. Bunisi chexollangan egarimiz. Bu chexollangan egarimiz ham terilgan egar, yig'ma egar. Buni narxi 2,5 million so'm. Buni chexoli sifati borasida mana ko'rishingiz mumkin. Baho beringlar. Narxi 2,5 million so'm. Xo'p, endi bu tomonda 5 chexol egarlarimiz bor. Paylangan egar. Bular ham 21 ta qismdan tayyorlangan. Narxi 1 million 200 ming so'm. Xo'p, endi bu tomonda mana ko'rib turganingizdek no'xta. Zakaz noy no'xtamiz. Buni bitta obunachimiz zakaz qilishgan. Xo'p, hozir mana bo'yinbog', mana bo'yinbog'i ham katta razmerda ko'rib turibsiz mana. Shunaqa zakaz qilishdi, mana toshchasini, zakilopkasini baquvvat qilib, yaqinroq qilib urib bersangiz deb mana bizga zakaz qilishdi. Mana shu zakasimiz mana hozir tayyor bo'lgan. Bu yerda 5 ta no'xta va bitta galastik. Bu komplekt no'xtalar mana shu hozir bitta no'xtamiz katta razmerda yasalganmiz. Bu no'xtamizni hozir 150 ming so'mdan mustahkam baquvvat qilib tayyorlab berdik. Murvatlari qalin, qalin temirlar qo'yib mana zakilopkalangan. Bitta mana ko'rishingiz mumkin. Katta kichik bo'ladi. Razmerlari, temirlari qalin temirlardan qo'yilgan. Xudo xolasa chidamli no'xtamiz. Narxi 150 ming so'mdan sotilgan. Kimga mana shunday ot no'xtalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilinglar. Keyin yana bitta narsa, otni ko'pchilik aytadiki, otimiz juda sho'x. Qanaqa ip bilan bog'lab qo'ysak ham uzadi deydilar. Mana shunaqa obunachilarimiz talablariga binoan mana ko'rishingiz mumkin. 3 qator tikilgan, juda mustahkam arqon. Mana shu arqonimiz kimga kerak bo'lsa, mana shunday zakaznoy arqonlar ham bor. Mana shu chidamliligi juda baquvvat, juda mustahkam arqonlardan. Toza arqonimiz kimga kerak bo'lsa, uzunligi 20 metrdan 9 metrgacha tayyorlab beraveramiz. Otlarni bog'lab qo'ygani mustahkam arqonlar kimga kerak bo'lsa. Xo'p, mana bu tomonda endi so'ldiriqlar, toylar uchun juganlar, arzon juganlarimiz, mana bu qizil juganimiz 250 ming so'm. Bunisi esa kojinni, bu jugan 650 ming. Mana shu juganlar. Xo'p, endi bu tomonda ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, xo'p, mana galastiklarimiz bor. Galastuklar narxi o'sha 150 ming so'mdan qilib beryapmiz. Baquvvat galastiklardan bor. Ranglari oq, qora, sariq, ko'k va oq, ko'k aralash mana shunday galastiklar bor. Aziz do'stlar, videomizda ko'rsatmagan anjomimiz bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsangiz, yasab tayyorlab beramiz. Keyin yana bitta narsa, bizdan ko'pchilik so'raydigan mana shu ayilimiz mana tayyorlab qo'yganmiz. Endi Xudo xolasa yana videosini boshlaymiz. Hali videosini ko'rsatib o'tamiz. Oq ayilni ko'pchilik bizdan so'raydi. Mana oq ayillardan ham bor, katta ayillar. Endi bu tomonda hozir boya ayillarni ko'rsatib o'tdikmi? Mana sariq, qizil, qora ranglari bor. Ayillarimiz har xil. Katta kichik razmerda o'zimiz mana tayyorlab qo'yganmiz. Mustahkam ayillardan ham bor. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ko'p obunachilarimiz bizdan so'raydilarki, masalan, uyda fermam bor, fermani ham sotuvga chiqarsak bo'ladimi? Novvoslar bor. Har xil Galishten degan parodali mollar bor, simental degan mollar bor, har xil mollarimiz bor. Kelib video obzor qilib berasizmi deyishyapti. Agar Samarqand yaqinroqda bo'lsa, Samarqand shaharda
yaqinroq bo'lsa telefon qilinglar. Reklama xizmatlarimiz ham bor. Borib YouTube ga chiqarib beryapmiz. Kimda mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, Sayfullo TV ga murojaat qiling. YouTube kanaliga xudo xolasa mana shunday chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Ferma bo'ladimi, magazin bo'ladimi, do'kon bo'ladimi, farqi yo'q. Moshin sotiladimi, mashina sotadimi, uy-joy sotadimi, farqi yo'q. Mana shunday videolarni ham chiqaramiz.